sizni uy, mashina ola olmasligingizga yoki ko'p pul topa olmasligingizga aslida eringiz ham, ishingiz ham, pulingiz ham aybdor emas. Hattoki qo'lingizda pulingiz bo'lsa ham siz o'zingiz istagan mashinani ola olmaysiz. Hali mashinik aldab ketadi, hali o'sha mashinani berishmaydi, hali olgan mashinangizni ham boshqa odam minib ketadi, chunki sizning miyangizda qo'rquvlar va bloklar bor. Eslab qoling, sizning hayotingizda siz istagan narsa yo'qmi? Demak, siz uni xohlamayapsiz va unga nisbatan qo'rquvlaringiz bor. O'sha qo'rquvni ishlashingiz bilan sizga pul ham kerak emas, hamma narsa mana bunaqasiga keladi. Bitta praktika bilan men bu narsani rezultatni qilib bera olaman, chunki o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bir kunda uyni olganman, bir kunda mashinani olganman, lekin 10 yil pul bo'lishiga qaramasdan mashinani ola olmasdan yurganman. Qo'rquvlarimni ishlashim bilan hamma narsalar kelishni boshlagan. Aslida hamma uchun shunaqa. Miya bizni har doim bloklaydi. Agar siz ham miyangizdagi bloklarni his qilishni, o'zingizning og'riqlaringizni ko'zingiz bilan ko'rishni va ularni yechib mana bunaqasiga orzularingizga erishishni xohlasangiz, hoziroq kommentariyaga blok so'zini yozing.